Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. 3-sinf matematika 104-mavzu tengsizliklarni son nur yordamida yechish mavzusidan uyga vazifalarni ko'rib chiqamiz. Uyga vazifa 10-misol hamda 11-masala. 10-misol tengsizliklarning o'ng tomonini hisoblang va yechimlarni sonli nurda ko'rsating. X kichik mana bu ifodani yechimidan, y kichik yoki teng mana bu ifodaning yechimidan. Demak, birinchi yechib chiqishimiz kerak buni topish uchun. X kichik mana 326717 ayru 250 ko'paytiruv 300 ayru 251709 teng deb bizga ifoda berilgan. Mana birinchi qiladigan ishimiz 250 ko'paytiruv 300 javob 75000. Ikkinchi qiladigan ishimiz 326714 dan ko'paytirishimizni javobini ayirish, ya'ni 75000 ni ayirish 251714 javob chiqadi. Uchinchi ishimiz 251714 dan 251709 ni ayirish. Javob 5. X kichik ekan 5 dan. Mana x kichik 5 dan. Bunda son nurida x 0, 1, 2, 3, 4 ga teng bo'lishi mumkin. X 0 ga, 1 ga, 2 ga, 3 ga, 4 ga teng bo'lishi mumkin. Chunki 5 dan kichik deyilyapti. Keyingisi y kichik yoki teng mana bu ifodaning yechimidan. Yechishni boshlaymiz. Birinchi ishimiz qavsni ichi, ikkinchi ishimiz ikkinchi qavs, uchinchi ishimiz 4 ga bo'lish, to'rtinchi ishimiz 10 ga ko'paytirish, beshinchi ishimiz ayirish. Birinchi ishimiz 38056 qo'shuv 5808 teng 43864. Ikkinchi ishimiz 900 ikkinchi qavsda ichi 907 qo'shuv 189 teng 1096. Uchinchi ishimiz mana 4 ga bo'lish birinchi qavsdan chiqqan javobni. 43864 da birinchi qavsdan chiqqan javobimiz 4 ga bo'lsak 10966 chiqdi. To'rtinchi ishimiz 1096 ni, ya'ni birinchi qavsdan chiqqan natijani 10 ga ko'paytirish. 10960 javob. Beshinchi ishimiz 10966 ayru 10960 teng 6 ga. Y kichik yoki teng ekan 6 ga. Y ni qiymati bu yerda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bo'lishi mumkin. Nima uchun 6 ni ham oldik? Kichik yoki teng deyilyapti. Kichik deyilganda 6 ni olmasdik. Teng bo'lgani uchun 6 ni ham oldik. 11-masala. Bahodir yigit ilonlar bilan 3 kecha jang qilibdi. Birinchi kecha u 9 boshli ilon bilan jang qilibdi. Bahodir yigit uning hamma boshini qilich bilan kesib tashlabdi. Ikkinchi kecha kelgan ilonning boshlari oldingisinikidan 2 marta ko'p ekan. Bahodir yigit uning boshlarini ham kesib tashlabdi. Uchinchi kuni kelgan ilonning boshlari esa oldingi ikkita ilonning boshlari nechta bo'lsa shuncha ekan. Bahodir yigit shu 3 kechada ilonlarning jami nechta boshini kesib tashlagan? Birinchi ishimiz, birinchi kuni 9 boshli ilon kelgan. Ikkinchi kuni undan 2 baravar ko'p kelgan. Shuning uchun 9 ni 2 ga ko'paytirdik. Javob 18. Mana bu ikkinchi kun kelgan ilonning boshi. Ikkinchi ishimiz uchinchi kecha deyilyapti. Birinchi va ikkinchi kun qancha kelgan bo'lsa o'shancha. 9 birinchi kun, mana ikkinchi kun 18 edi. 9 ga 18 ni qo'shsak 27. Bu birinchi kun 9, ikkinchi kun 18, uchinchi kun 27 bo'ldi. Endi bularni jamini hammasini qo'shib chiqamiz. 9 qo'shuv 18 qo'shuv 27 teng 54. Bahodir yigit jami 54 ta ilonning boshini kesib tashlagan. E'tiboringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.